undan keyin уже mana shu 2-3 stadiyalarida sekin-sekin sennislari buzilishni boshlaydi. Sennis bu nima? Odam zot uchun qiymati baland bo'lgan narsalar bo'ladi-ku. Masalan, u bo'lsin iymoni, masalan, u bo'lsin oilasi, dini, qatoriyani katta pulga ham almashmaydigan narsalarni sekin-sekin уже mana shu kapsulaga, mana shu narkotiklarga almashishni boshlaydi. Bu sennislari buzilish. Menimcha ko'pchilik guvohi bo'lgan Qur'on kitoblarni ushab, nonlarni ushab qasam ichishadi. Lekin o'sha qasamida tura olmaydi. Chunki bu nimadan? Bu u yomonligidan emas, u qaram inson yoki o'sha narkoman inson yomonligidan emas. U o'sha kasal. U o'sha kasallanib ketgan, prinsiplari buzilib ketgan, ichki dunyosi buzilib ketgan. O'shani hisobiga nima qilayotganini, oqibatini o'ylamasdan postupkalar qilaveradi. Bu narsa kompulsivnost deb aytiladi. Qaramlik kasalini boshlang'ich etapida, to есть o'sha birinchi stadiyada o'sha yolg'on gapirishni boshlaydi odam. Nimaga? Chunki mazasini tushungan, narkotikning pluslarini biladi, narkotik unga baxt olib kelyapti, narkotik unga energiya olib kelyapti. Xullas hamma muammolarni hal qilib beryapti yaqibi. Shuning uchun boshqa odamlar nima qilayotganimni, nima ichayotganimni bilib qolmasin deb sekin bekitishni boshlaydi va iste'moli uchun yolg'on ishlatishni boshlaydi, o'zi bilmagan holda. Ikkinchi stadiyalarda, uchinchi stadiyalarda bu уже mana shu qasam ichishlarni boshlaydi. Birinchi bo'lib o'ziga o'zi va'da beradi. Ahamiyat beringlar mana shu joyiga. Birinchi bo'lib o'zini o'zi aldaydi, o'ziga o'zi labz beradi, o'zi tuflaydi-da, o'sha tufugini yana qaytarib oladi. Chunki o'tda уже sekin-sekin prinsiplar buzilishni boshlaydi. Odamning har bitta odam o'zini sterjini, o'zini prinsiplari bo'ladi, o'ziga yarasha. Ana o'sha narsalar buzilishni boshlaydi. Shuni hisobiga odam qayta-qayta qasam ichib, qasamxo'r bo'lishni boshlaydi. Undan tashlashni iloji bor, lekin bu narsa sizni o'zingizni qo'lingizda emas, sizni o'zingizni tanlovingizda emas. Agar unaqa bo'lganida siz davno tashlab yuborgan bo'lardingiz bu narsani. Lekin reallikda siz yana qayta-qayta iste'mol qilib qo'yyapsizmi? Значит, mana mamutda nimadir neto degani. Odam qanaqasiga o'ziga jabr qiluvchi narsani bilib turib, pul to'lab, yana borib shu narsani iste'mol qiladi. Точно bu sog' odamning logikasi emas-da. Mana mashdan ham bilsa bo'ladi, что qaramlik kasali bu miyada joylashgan kasallik. Tak, ikkinchi sababi hozirgi masta va o'sha gashishlar bu hammasi sintetический, qo'shimcha yana nimadirlar qo'shilyapti. U narsani to'g'risi men ham bilmayman. No, mana shu lomka payti, отходняк payti odamni chidab bo'lmaydigan darajada qiynab yuboryapti. Конечно, odam chidolmagandan keyin o'zini обезболивать qilishni xohlaydi-da, yana qaytib borib iste'mol qiladi. Gendan o'tadimi? Juda ham katta ehtimol bilan gendan o'tadi. Odam narkoman bo'lib ketishini eng katta sabablaridan bittasi bu o'sha genetika. Mana o'z ko'pchilik aytadi-ku, nimaga meni farzandim bunaqa bo'lib qoldi, nimaga men bunaqa bo'lib qoldim, oilamizdan bunaqa inson chiqmagan, hammasi to'g'ri bolalar bo'lgan, bitta shunaqa kuydirgi chiqdi deb, как бы жаловаться qilishadi-ku. Na samim деле ko'pchilik odam o'zi qaram bo'lib tug'iladi. Dasha tug'ilganida mana shu qaramli degan diagnoz bilan tug'iladi. Keyin уже katta bo'lgan sarin bu sekin-sekin o'sib borishni boshlaydi. Bir xillari, rostakasim уже qanaqadir sabablarga ko'ra yuqtirib oladi. To есть o'sha yoshlikdagi oiladagi muhit bo'lsin, berilayotgan tarbiya bo'lsin, atrof muhit bo'lsin, qanaqadir detskiy travmalar bo'lsin, o'shalar sabab bo'lib odam kelajakda narkoman bo'lib ketadi. No lekin ko'pchilik